أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد Cenab-ı Allah'ın fazl-ı merhameti bilan bugun hijratning 1935 yili Muharramning 20 kuni 2013 yili 24 noyabr kuni Hanefi mazhab kitoblardan Al-Ixtiyor li Ta'lil al-Muxtar degan shu mo'tabar kitobni dars qilib o'qimoqchi. Dars qilish uslubimiz oldidan kitobni bir tunishtirib o'tamiz. Bundan keyin kitobningki sharhi bo'lgan ixtiyorni, ya'ni matn emas, ixtiyorni tutib o'qiymiz. Hanifi mazhabningki dalillarini qisqacha egallab o'tib ketamiz, lekin selishtirma fiqhiga kirmaymiz, chunki sizlar usul fiqhi o'qimagan bo'lg'achqa. Dars jarayonida zo'ril tushunmagan ya bo'lsa so'ranglar, bo'lmasa darsning oxirida so'ranglar. Oldidan bu kitobni tunishtirish ilgari biz fiqh nimadan iborat ta'riflab o'tamiz. Fiqh degan lug'at ma'nosi tushunishdan iborat. Fiqh lug'atan al-fahm. Ba'zi olimlar jinsiy joylarini tushunish yoki boshqacha izohlagan bo'lsa, umuman hamda al-fiqh degan tushunishdan iborat. Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu rivoyat qilganida "May yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din" deb kelgan. Dinni tushundigan qiyini Alloh taolaning shu bandiga xayrlikni iroda qilgani bo'lsa. Yani fiqh degan lug'at ma'nosi tushunish, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonidan keyin sahoba tabiinlar davriga kelgan chaqda dinni tushunishga xoslashtirilib, keyin texnik jinishga tar doiraga kasbiy atalg'u sifatida kirgandan keyin shar'iy ahkamlarni, bularni zohiriy ahkamlarni tafsili dalillarga tayanib turib tushunishni fiqh deydigan hali shakllangan. Yani fiqhni lug'at ma'nosi al-fahm, istilohiy ma'nosi eng oxirida to'xtalgan ma'nosi al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyya deb. Hozirga to'xtalgan kasbiy istiloh ma'nosi shu. Lekin Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi fiqhni umum ma'nosida tushundirgan. Fiqh nima desa, ma'rifatun nafsi ma laha va ma alayha. Bu tahmu umum yuzlik, hammani o'z ichiga oladigan insonning butun harakati, ichki dunyosi, o'y, xiyollardan tortib hammani o'z ichiga oladigan to'liq bir ta'rif. Yani nimani qilish kerak, nimani qilmaslik kerak, hammani tushunishni fiqh deb ataymiz ekan Imom Abu Hanifa. Lekin keyingi vaqtda fiqh tahmu tar doiraga kirib qolgan chaqlarda aqida ilmi masalan taqvodorlik, zuhd va raqoiq, qalbiy amallarga munosabatlik bütün ahkamlar bir tarafga qarab qilib, faqat tashqi, zohiriy amallar bilan xos bo'lib qolgan fiqh. Shuna al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya degani shu amaliy muomalalarda, amaliy harakatlarda bo'ladigan hukmlar demakchi. Demak, fiqh hozir mush zohiriy amallarga qaratilgan holatda o'qiymiz buni. Lekin aqida masalan boshqa ilmlar ayrim bo'lib ketgan. Hamda shu Kitobul Ixtiyor, mush Ixtiyor degan kitob Hanifi mazhabiningki mo'tabar kitoblardan biri edi. Bu kitobning muallifi al-Imom Abdullah ibn Mahmud al-Mawsili, Abul Fadl, hijriy 7-asrda yashagan. Mawsili, ya'ni Mawsil Iroqningki shimol tarafidagi Mawsil degan shaharda tug'ilib o'sgan bo'lg'achqa. Bu Ixtiyor degan kitob aslida muallifningki Al-Muxtar lil-Fatwa degan ixcham bir kitobningki sharhi. O'zi Al-Muxtar lil-Fatwa degan kitobni yozgandan keyin bir muddatdan keyin tunish bilishlari boshqa ustozlar shunga sharh yozib bergan bo'lsalar deb iltimos qilgachqa o'zining kitobini o'zi sharhlab Al-Ixtiyor li Ta'lil al-Muxtar, ya'ni Muxtar degan ash kitobningki ba'zi dalillarni nima uchun mahkum manda bo'ldi shuni bayon qilib yozgan sharh demakchi. Demak, Muxtar lil-Fatwa degan muallifningki asli matn kitobi bu Hanifiy mazhabning bayon qilgan Hanifiy mazhabdan chiqmaydigan ixcham matndan iborat. Lekin ixtiyor shu, ixtiyor dalillarni tafsilroq bayon qilgan, ba'zi Hanifiy mazhab imomlarining o'ttirdiki
ko'z qarash o'xshamaslikni uni bayon qilgan. Hatto boshqa mazhabning imomlari, masalan Imom Shafi'iydak imomlarning qarashlarini selishtirib bayon qilgan azroq selishtirma fiqhi bo'lgan kitob. Endi Hanifiy mazhab kitoblaridan matn kitoblari, sharh kitoblari, hashiya kitoblari. Bunun ichida Hanifiy mazhab ulamolari mo'tabar deb qaragan, Hanifiy mazhabga vakillik qila oladi deb qaragan ishonchlik mu'tamad kitoblar bor. Bunun ichida olimlar, Hanifiy mazhabdagi olimlar 4 kitobni mutun mu'tamad deb qaraydi. Masalan, Imom Abul Husayn al-Quduriyninki 5-asrda yashagan Imom Quduriyning Muxtasari. Muxtasar al-Quduri bu bir matn. Hanifiy mazhabda asosiy muhim kitoblarning birisi. Bunun Al-Lubab, mesela Al-Jawhar an-Nayyira degandek sharhlar bor. Yana birisi Al-Muxtar lil-Fatwa, mushu Imom Mavsulininki İxtiyor degan kitobining asli matni bo'lgan Muxtar degan kitob. Uchinchisi Majma'ul Bahrayn. Bu Imom Ahmad ibn Ali Muzaffaruddin as-Sa'ati degan olimninki mashhur kitobi. Bu mu Hanifiy mazhabdagi muhim matnlarning birisi. To'rtinchisi Kanzud Daqoiq. Bu Imom Nasafininki mashhur matni. Uningdan boshqa ba'zi matni kitoblar bor. Ba'zi olimlar, masalan bizning diyorimizda O'rta Osiyo yoki Mavaron Nahr diyorlarida matnul viqoya bakrak mashhur. Ya'ni shu diyordagi olimlar yozgan bo'lg'achqa, shu yerda ko'p o'qitilib, tunilgan bo'lg'achqa, ba'zi olimlar mashhur matnning qatoriga viqoya bu Taj Shari'a Mahbubi. Shu olimninki kitobi. Hani buna şerh viqoya var. Bizning diyorimizda texmi mashhur. Yani mushtaliblar bundan şerh viqoya. Bu şerh viqoya Ubaydullah ibn Mas'ud, yani Sadr Shari'a al-Mahbubininki, yani shu olimninki navrasining deydi. Navrasininki shu cho'ndasining matni kitobi yozgan sharhi. Bu şerh viqoya yoki al-viqoya degan kitob hammasi shu Hidoya degan kitobning ixchamlashtirilgan yoki sharhlashtirilgan nusxasi. Viqayat rivoya li masailil hidoya deydi shu. Hidoya masalalariga yozilgan kitob. Undaqki hozir biz muhim, mu'tamad, muxtasar yoki shu mutunlardan 5-6 sanab o'tdik. Muxtasar al-Quduri, al-Muxtar al-Fatwa, Majma'ul Bahrayn, Kanzud Daqoiq, Matnul Viqoya. Uning kitob hidoyaning asl teksti bo'lgan Bidayatul Mubtadinimi sanadiganlar bor. Hidoyami xuddi shu ixtiyor Muxtarning sharhi bo'lgandek, Hidoyami Bidayatul Mubtadininki sharhi. Imom Mirg'inani o'zi yozib Bidayatul Mubtadini keyin Hidoya deb sharhlagan. Ana shu ixtiyorni biz o'qishga tanlab ixtiyor qilishda bir qancha sabab bor. Masalan, nima uchun sharh viqoyani o'qimadik? Nima uchun Hidoyani o'qimadik? Nima uchun boshqa kitobni o'qimadik? Ixtiyorni tanladik. Birinchisi, ixtiyor iboralari nihoyat ravon. Mana taqidul lafzi ma'naviy degandek ajamlarda ko'riladigan bunda ibora murakkablik yo'q, tushunishlik. Ikkinchisi, buning hajmi o'ttirahal. Yani bak tafsiri bak uzun emas, bak qisqa emas, dalillarni bir qadar tushuntirmaydigan, boshqa olimlarning boshqa qarashlarini tushuntirmaydigan o'ttirahal bo'lg'achqa dastlabda o'qiydiganlar munosib ko'rilgan. Uchinchi sabab, ixtiyorni azhar to'liq o'ttirida o'qitishga tanlab bekitgan kitob. Navanikin azharninki o'qishligini tanlagan ustozlar mush kitobni eng munosib deb qaragan bo'lg'achqa shu bosqichdagi o'quvchilarga buning bir tanlashda alohida o'rin turadiganligini ko'rsatdi. Biz buni o'qigan vaqtimizda ayni zamanda shu ma'hadda imtihon bersak yoki shuni o'qisak foydasi bor qo'shimcha. Endi Hanifiy mazhabdagi boshqa muhim kitoblar bor. Hanifiy mazhabninki asosiy kitoblari nega taqildi desanglar, Imom Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani rahmatullohi alayhi berib taqildi. Imom Abu Hanifaning shogirdi. Imom Muhammad ibn al-Hasan Imom Abu Hanifaninki fiqhlarini yezib qoldirgan zot. Muhammad ibn al-Hasan Shaybanininki Al-Jami' al-Saghir, Al-Jami' al-Kabir, Az-Ziyadat degandek 5-6 kitob bor. Mush kitob Hanifiy mazhabda zohir rivoyat deb ataladi. Yani ishonchlik yo'l orqali kelgan rivoyat kitoblari demoqchi. Yani mush kitoblarni As-Sadr ash-Shahid degan olim Al-Kafi deb bir kitob to'plagan. İmam Muhammad ibn Hasan Shaybanining 6 asos ishonchli kitobini Al-Kafi degan bir kitob to'plagandan keyin Al-Kafi degan kitobni Imom
Saraxsi Al-Mabsut degan kitobda sharhlagan. Bu mana matni va sharh deb ayrim o'qilmay ikkisini yug'urib o'tgan sharh. İmam Saraxsi ba'zining shu chaqdagi podshohga chiqish sababi bilan bir quduqqa tashlanib turmada so'langandek quduqqa tashlangan. Shu turmada yetish jarayonida taliblari quduqning ustida turib, İmam Saraxsi quduqning ostida turib, taliblarga yada yozaki so'zlab berib, taliblar yezib qoldigan 15 mujallidli kitob Al-Mabsut. Bu bir qarashqa bir islom mo'jizasi deyishga bo'ladigan. Yani bir olim ya bir iborada xatolik yo'q, yoki boshqa kitoblardan hadis, oyat, hadislarni naql qilishda bir xatolik yo'q, yoki arab tilida o'zi ajam bo'lsa-mu, arab tilida bir yerda bir xatolik uchrab qolmaydigan. Bunda holatda quduqni ostida turib ustidagi taliblarga imlo qilib bergan kitob. 15 mujallad. Hozir bozorda bor. Yani bu Hanifi mazhabda Zahir rivayini Al-Kafi shirincha qildi, to'pildi. Al-Kafini Mabsut sharhildimi? Al-Mabsut Hanifi mazhabda eng ishonchli asosiy kitob. Agar boshqa kitoblar bilan Mabsutninki bayon qilgani o'xshash chiqmay qolsa, Mabsutning hisob qildi. Shunga Hanifi mazhab olimlari la yu'malu illa bihi va la yu'awwalu illa alayhi. Boshqasi bilan bayon qilgan hukm o'xshash chiqmay qolsa, Hanifi mazhabda shu Mabsutdagi hisob. Masalan, Hidoya bilan Mabsutdagi Hanifi mazhabining qarashi o'xshash chiqmasligi mumkin. Bu chaqda biz Hanifi mazhabda qaysi hisob deymiz? Mabsutdagi hisob. Chunki Hanifi mazhab ulamolarida masalan bizning O'rta Osiyodagi Mushmirg'inani emas. Ubaydulloh Mahbubi, ay bizning diyordagi shu ulamolar ma'lum mezgil Hanifi mazhabninki rolini tutib mangalgan. Yani Iroqdan O'rta Osiyoga o'tib kelgan. Shu chaqda bütün dünyadaki Hanifi mazhabdagilar shu bizning vujudlardagi ulamoning og'zi qaraydi, shuning kitobini o'qiydi. Buni ketib İmam Abu Hanifa bir narsa degan bo'lsa, unda kelib boshqa yerga tortib ketgan yerlar bor. Abu Hanifaning o'g'ini boshqa yerga qoldi, bu boshqa yerga olib ketgan yerlar bor. Unda ondikan Hanifi mazhabga vakillik qilish qonun hisob desak, İmam Abu Hanifa va shogirdlarininki degan hisob bo'ldi. Bu boshqa olimning boshqa yerga tortib ketib boshqa degan qarashi İmam Abu Hanifaga dönge qo'ysak yoki mansub qo'ysak bo'lmaydi deb hisob bo'lganini, Hanifi mazhabiga vakillik qildigini o'sha Al-Mabsut degan ulamo. Buningdan boshqa muhim kitoblardan Al-Hidoya. Hidoya bizning diyorimizda mashhur. Fiqh o'qiydiganlar bu Hidoya o'qiydi yoki sharh o'qiydi. Hidoyami biz yuqorida bayon qilgandek muhim kitoblarning birisi Bidayatul Muqtadini yozib bo'lgandan keyin muallifi Hidoya degan sharhini yozgan. Yani bu Hidoya degan kitobni yozish jarayonida 14 yilmi ro'z tutgan holatda tahorat bilan yozib qolgan kitob. Yani bu kitoblarni hozir Riyaz Solihin deymiz, Hidoya deymiz, ya Ibn Kasir deymiz. Bu kitobni nima uchun mushunda butun islom dunyosi yuzlanib o'qib shunda mo'tabar deb qaraydi desa, asli tigida bu yozgan ulamolarningki o'sha kitobni yozishdagi ixlosi bilan singdirgan ajri nəhayətə çoğ bo'lğachqa shunda. Hidoyaning sharhlari bor. Masalan, Fathul Qadir, Kamal ibn al-Humamninki Fathul Qadir degan sharhi bor. Yani İmam Badriddin al-Aynininki Al-Binaya al-Hidoya degan kitobi bor. Uning boshqa nurg'un sharhlari bor. Bu sharhlarning ko'p bo'lganligimi ash kitobning muhimligini ifodalaydi. Yani hamma ulamolar ko'ngil bilan tadqiq qilib, sharhlab, ixchamlashtirib, shuning bilan shug'ullanganligini ko'rsatdi. Hidoyada kelgan hadislarni baholab, sahihi va ojizlarini ayirib yozgan kitoblardan Nasbur Roya degan kitob bor. Bu mazhabdagi muhim kitoblarning birisi. Nasbur Roya li tahrij ahadithil hidoya. Hidoyada kelgan hadislarni baholash uchun yozilgan kitob. Yana İmam Kasani rahmetullohi alayhinki Bada'i'us Sana'i' fi tartibish shara'i' degan kitоб. Bu asli Tuhfatul Fuqaha degan İmam Samarqandiyninki matni kitobi yozgan sharhi. Ustozining kitobini sharhlagan. Bu mu intayin muhim kitoblarning birisi. Bundan boshqa İmam Tahavininki Muhtasarut Tahavi bor. Ondan hadis tadqiqotida Hanifi mazhabining tayangan hadislarni bayon qilib yozgan Sharh Ma'anil Athar degan kitobi bor. İmam Tahavining shumi. Ondan I'la'is Sunan degan kitobi bor. I'la'is Sunan Hindiston ulamolaridan, muhaddislardan birisi yozgan kitob. Hanifi mazhabining tayangan hadis va asarlarini
tafsili bayon qilgan muhim kitoblarning birisi. Bunun başqa nurul kitabı var. En ahırda Khatimatul Muhaqqiqin İmam İbn Abidin'ninki Raddul Muhtar degan kitabı ilgiriki ulamalarning kitaplarını xulaslab, burunqi bütün Hanefi fiqhini xulaslab yozgan kitap. Süzmesi hisoblanadi. Haşiyat İbn Abidin yani Raddul Muhtar ala Durrul Muhtar. Durrul Muhtar degan ayrı bir kitap. Bu kitapni izohlab, sharhlab İmam Muhammad İbn Abidin Raddul Muhtar deb hashiya yozgan. Şu hashiyani Haşiyat İbn Abidin deb ataymiz. Shunda mashhur. Demek biz yuqorida tilga olgan ash kitoblar Hanefi mazhabidagi muhim va asosli kitoblardan iborat. Hamda İmam Ebu Hanife, biz hazır fıkhısını okumakçı olan muş ihtiyar, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin mezhebideki mühim kitap. Hazır biz İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin fıkhi mezhebini okumakçı. İmam Ebu Hanife kim? İmam Ebu Hanife En-Nu'man ibn Thabit ibn Zuta. Dadısının ismi Thabit, şunun dadısının ismi Zuta. Bazı rivayette Mirziban da mükildi. Mirziban belki beglik unvanı buluşu mümkün. Et-Teymi bu bir nispeti. Qays kabilinin kolda Müslüman bo'lgan bo'lsa, şu kabilige intisab qilib nisbat berildiği isbatdi. Beni Teymullah degan kabilinin qo'lida Müslüman bo'lgan bo'lsa, dadisi Sabit ve İmam Ebu Hanife şu Et-Teymi ve la demakchi. El-Kufi yani Kufada tug'ilgan, o'sib bitilgan va shu yerda yashagan demakchi. Vafot bo'lgan yeri Bag'dodda deyman. Demak, imomninki ismi An-Nu'man ibn Thabit ibn Zuta At-Taymi Al-Kufi. İmomninki kunyati Abu Hanife. Nima uchun Abu Hanife deb kunya berilgan? Hanife deb qizi bormidi yoki boshqa sababmi? Vallohu a'lam. İmam Abu Hanife hijratning 80-yili, ya'ni rajih qarashda 80-yili tug'ilib, 150-yili vafot bo'lgan. Endi imomninki ustozlari va shogirdlari kimlar? İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhining ustozlari ko'p, lekin asosli 20 yil izchil oldida o'tirib ilm o'rgangan ustozi Hammad ibn Abi Sulayman. Yani İmam Abu Hanife hazır o'zidan tortib ustozli bir necha amsa tabiiylar. İmam Abu Hanife mi rajih qarashda tabiiy. Ba'zi sahobalarni ko'rgan. İmam Abu Hanife muqim 20 yil oldida o'tirib ilm olgan ustozi Hammad ibn Abi Sulayman. Hammad ibn Abi Sulaymanning ustozi İbrahim an-Nakhai. Bu mashhur tabiiy. İbrahim an-Nakhaining ustozi Alqama ibn Qays. Alqama ibn Qays an-Nakhai bu. Şu İbrahim an-Nakhai'ninki tağısı bo'lishi mumkin. Hem Alqama Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'dan ilm algan. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilan bütün gazatlarda, yürüştürüşlerde hem yerlerde billah hemravlab Resulullah'dan ilm algan zat. Sahabe-i kiramlarning en bilimliklaridan birisi. Davaniken Resulullah'dan Abdullah ibn Mas'ud ilm algan, Abdullah ibn Mas'ud'dan Alqama ibn Qays an-Nakhai bu algan. Alqamadan İbrahim an-Nakhai algan, İbrahim an-Nakhai'dan Hammad ibn Abi Sulayman algan, Hammad ibn Abi Sulayman'dan İmam Ebu Hanife An-Nu'man ibn Thabit radıyallahu ta'ala anhum ilm algan. Demek hazır İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin ilmi qanday ilm? Salaf ilmi. Salaf tutashgan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram tabi'illah tutashgan ilm. Yani özünün rayidillan, mamanda oldu deplom deb qo'ygan ilm emas. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dan sahabe-i kiram tabi'illardan kelgan ilm. Yani İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhininki ilmi Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'nun ilmiga berib tutuşudu. Yani başka mezhepteki alimlerin ilmi çoğu dese, başka mezhepteki alimlerin ilmi İmam Ebu Hanife arkalık Abdullah ibn Mas'ud'a tutuşudu. Yani bazılarınki Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Zeyd ibn Thabit radıyallahu anhumlarga tutuşudu. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'uni Hazreti Umar ibn al-Hattab xalifa vaqtida Iroq fath qilinib, islom diyarlari kengayib, nurg'un kishilar musulmon bo'lib kirgan chaqlarda Iroqqa maxsus evatgan. İslamiyatni o'rgat, ilm taratgan deb Abdullah ibn Mas'udni evatgan. Sonra Kufada turib, o'sha Alqama, masalan, İbrahim an-Nakhai qatorliq ashulni tarbiyalagan. İmam Ebu Hanife'nin yani başka ustazlarım var. Lekin biz şu muqim 15-20 yil izchil o'tirib ilm olgan asos shayxini tilga oldik. İmam Ebu Hanife şu ustaziga vafodarlik yuzidan o'zining o'g'lini Muhammad deb atagan, ustozining ismi bilan atagan. İmam Ebu Hanife'nin shogirdlarining ichida o'zining o'g'li Muhammad ibn Abi Hanife bor.
İmam Ebu Hanife ana Ata ibn Abi Rabah, Ekrime, Nafi', Amr ibn Dinar, Qatada, hatta mesela Cafer as-Sadiq, Rabi'a, İmam Malik'in ustazı Rabi'a, şu imamlardan ilim algan. Yani İmam Ebu Hanife'nin şagirdleri çoğu. İmam Ebu Hanife'nin şagirdleri imtihan köp. Lakin bunun meşhurlardan İmam Ebu Yusuf al-Qadi, İmam Muhammed ibn Hasan el-Şeybani, İmam Züfer ibn al-Huzeyl, yani İmam Ebu Hanife'nin oğlu Hammad, yani el-Hasan ibn Ziyad el-Lu'lu'i, Süfyan el-Thawri, yani meşhur zatlardan Abdullah ibn Mübarek, Zahid, Mücahid alimlerinin birisi. Vaki' ibn Cerrah, İmam Şafii'nin ustazı ona. Muşula İmam Ebu Hanife'ninki şagirdlerinin meşhurları. Hatta İmam Ebu Hanife'nin şagirdlerinin Katar'da aslan muşunda meşhur olup ketken Abdullah ibn Mübarek'ten bunda zatlar taliblerinin en ahirki sefinden urinilip uttagan. Yani aldı septimi bulağa nöbet tegmegen. Endi başka mezhep imamları, mesela İmam Şafii, Muhammed ibn İdris Şafii, bu İmam Ebu Hanife'nin bir taraftan elbette şagirdi hesaplandı. Qandaq? Mesela Vaki' İmam Ebu Hanife'nin şagirdidir. İmam Şafii Vaki'den ders algan. Şekavtu ila Vaki'in su'a hifzi fe'erşedeni ila terkil ma'asi degan şiirni yezib tilg'agan ustazi İmam Şafii'nin Vaki' İmam Ebu Hanife'nin şagirdidir. Demek Vaki' orqali İmam Şafii İmam Ebu Hanife'nin şagirdi, yani şagirdinin şagirdi, nevri şagirdi hesaplandı. Yani bir taraftan İmam Muhammed ibn Hasan Şeybani'den ilim algan İmam Şafii. İmam Şafii'nin sözü var. Hamaltu min ilmi Muhammed ibn Hasan himla ba'ir. Yani Muhammed ibn Hasan Şeybani'nin ilminden ben bir tüge atqıdak kitapta ilim aldım diyen sözü var. Bu taraftan mı İmam Şafii İmam Muhammed ibn Hasan'dan ilim alganlık için İmam Ebu Hanife'nin nevri şagirdi hesaplandı. İmam Şafii, İmam Ebu Hanife vefat bo'lgan yili tug'ilgan. 150 yili Hijriyaning tug'ilgan. Hatta mezhep mutassiflari İmam Şafii dunyoga kelishdimi, İmam Ebu Hanife hayot bo'lgan chog'i dunyoga kelanmay vefat bo'lgandan keyin undan dunyoga kelgan dedi qildilar. Bu onda tasvif qilinadigan so'zlar. Shunda bo'lg'achqa İmam Şafii rahmatullohi alayhi İmam Ebu Hanifening shu ortiqchiligini, fazlini e'tirof qilib, "An-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifa." Fiqhda boshqa hamma olimlar, an-nas degan mishada kishilarga bo'lmaydi. Butun olimlar fiqhda Imom Abu Hanifaga shogird hisoblanadi yoki shuning ilmidan foydalangan taliblar hisoblanadi. Endi İmam Ahmadmi İmam Şafii'ning shogirdi hisoblanadi bir tarafdan. İmam Şafii'den ilim algan, İmam Şafii'mi İmam Ahmad'dan ilim algan. Bu birisinin şagirdi, ustazi bunda bo'lgan. Bunda bo'lgandan İmam Ahmad ibn Hanbal İmam Ebu Hanife'nin şagirdining shagirdi hisoblanadi. Yani peynevri shagirdi deymiz. İmam Şafii nevri shagirdi olsa, bu peynevri shagirdi deyishki bo'ladi bir tarafdan. Chunki İmam Şafii'dan ders algan, İmam Şafii İmam Ebu Hanife'nin shagirdidan ders algan. Yeni bir taraftan İmam Ahmad ibn Hanbal İmam Ebu Yusuf al-Qadi'den ders algan. İmam Ahmad ibn Hanbal derslab qilib, Hanefi mazhabini o'qib, Hanefi mazhabda İmam Ebu Yusuf'dan fiqh o'qigan. Fiqh ilmini olgan. Keyin o'zaldiq mujtahid bo'lib, katta imom bo'lib ketgan bo'lsin, lekin ilm olgan yeri bor. Undan keyin İmam Ahmadning bir tarafdan İmam Ebu Hanife'ninki shogirdi deyishki bo'ldi. Endi kitobninki muqaddimasini aytaman. Kitapның siziqning ustidagisi Al-Muxtar lil Fatvaning teksti. Siziqning ostidagisi yoki o'ttirdagisi desak, bizning bosimizda bu Al-Muxtar lil Fatvaning sharh bo'lgan ixtiyorning teksti. Eng ostidagi siziqning ostida mush kitobning nashrga tayyorlanishninki izohatlari bor. Hozir biz kitobning oxiri qadar inshaalloh o'qiydiganimiz Al-Ixtiyor matnini o'qiymiz. Lekin kitobning muqaddimasi muhim bo'lg'achqa, Muxtarning muqaddimasini o'qib, undan keyin undan ixtiyorning matniga tushib ketmoqchi inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddimatul Muxtar. Al-Muxtar lil-Fatvani yozgan chog'da sungan muqaddimasi ekan. Yaqulul musannifu rahimahullohu taala fi muqaddimatil Muxtar deymiz. Alhamdulillahi ala jazil na'ma'i. Na'ma an'um degan ma'noda, ne'matning ko'pligi. Jazil degan katta, cho'ng degan ma'noda. Katta ne'matlarga qarta Alloh taolaga jami hamd sanolar bo'lsin. Ahmaduhu ala jalili ala'i.
A'la deganmi? An'am o'xshash ne'matlar degan bo'ldi. Mufradi ilyun yoki ulvun. Tabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Celil degan jazilga o'xshash. Ya'ni katta, cho'ng degan ma'noda. Alloh taolaning katta ne'matlariga hamd aytaman. Va ashkuruhu ala jamili bala'i. Chiroyli sinoqlarga rahmat aytaman dedi. Hozir sinoqni go'zal, chiroyli deb sifatlaydi. Bu yerda balanda sinoq. Bu sinoq yaxshi sinoq bo'lishi mumkin, yomon sinoq bo'lishi mumkin. Yoki shu kishiningki shu sinoqqa qarta qanday ko'z qarashli bo'lganligini qarab, shuning nazarida jamil yoki qabih bo'lishi mumkin. Qur'on Karimda bu sinoq ma'nosi kelgan. Va izbtala ibrohim robbuhu bi kalimatin fa atammahun. Yana va lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Yani sınayımız demek. Demek muş bala, sınaq. Bizden Uygurca bala desek, yomon ma'noda, salbiy ma'noda kelishi mumkin. Bu bir sınaq. Sınaq degan har turli ishlar bilan bo'ldi. Kasal bilan bo'lishi mumkin, ya bir a'zoning kamligi bilan bo'lishi mumkin, yoki namralik bilan bo'lishi mumkin, yoki boylik bilan bo'lishi mumkin, yoki go'zallik bilan, sog'lomlik bilan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda endi güzel sınıqı deyishdan, shu sınaqqa uchragan kishi shu sınaqqa qanda qarab, uningdan nimani kutadiganligiga munosabat. Amunda bir Alloh taolo sınaq beribdi, men sabr qilay, Alloh taolo menga jannatni mukofot beradi deb qolsa, bu jamilul bala bo'ldi. Uningga chidamay, qaqshab, shikoyat qilib tursa, chidamonlik jihatdan buningga aqibati yaxshi bo'lmay, yomon sınaq bo'lishi mumkin. وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أعدها ليوم لقائه. من الله تعالى bilan uchrashishga tayyorlayotgan la ilaha illalloh degan shahodatni keltirib, bu shahodatni Alloh taolo bilan uchrashadigan kunga tayyorlayman. Shu kunda shu shahodatim asqatdi demoqchi. Va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Va yana guvohlik beramanki, Muhammad Allah'ın bendisi ve elçisi, Seyyidu Rusulihi, peygamberlerinin hocası ve Khatemu Enbiyai, peygamberlerinin tükencisi, sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve asfiyaihi. Allah Teala o zatqa ve aile tavabatıga ve sahabe kiramlarga ve tallab yenidi emra tutkan isil zatlarga dürüst salamlar yollagay. وأحمده على أن جعلني ممن سلك سنن سنته واقتفاه. Meni Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetinin yolunu tutup mangallardan kıygallık için vaktafa degan sünnetin izden mangallardan kıygallık için ben Allah Teala'ga yana hamd aytaman. Sünnet degan yol. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolunu demekçi. Yürüyüş duruşida, bütün işlerde tutqa yolunu sünnettir. Senen degan yoki sunan. Her ikisi joiz. Sananni salom bo'ldi, sunanni salom bo'ldi. Bu mo yo'llari, uslubi, ya qonuniyati deganday ma'noda. Va varada, ya'ni va varada degan salaka degan so'zga atf qildi. Va varada shari'ata shar'ihi farawahu. Shara degan shariat, ya'ni din, qonun, shariat degan ma'noda. Am shariat degan Şer'a degan shariat, yo'l, qonun degan ma'noda yoki din degan ma'noda desak, shariat degan so'zni ishlatishda azroq ustunlik bor. Shariat degan aslida inson yoki molvarallar suv ichkil kelsa, daryoning qirg'iga unda bir tushib, hamma yerdan tushib olmaydi. Bunda bir pastga tushib, turib suv ichadigan joyni shariat deymiz aslida. Shunga suv ichishga munosabatlik taraf shu. Ya'ni meni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ato qilgan ashu katta shariatninki buluqiga yoki daryosiga suv ichkili kelganlardan qilgan faravvah degan va uni ustunlikni qondirib sug'aganlardan qilganlik uchun men hamd aytaman. Ya'ni Rasulullohning shariatidan qangacha bilim olgan zotlardan, ulamolardan qilganlik uchun hamd aytaman demoqchi. Ja'alani varada degan suv ichishga kelishgan. Su ichkili keldi. Valamma varada ma'a madyan. Va in minkum illa variduha. Cho'qim shuning bo'yiga keldi. Yani su bo'yiga su ichkili kelishni varada deymiz.
shariatining daryosidan yoki buluqidan suv ichgili kelgan va qong'icha suv ichgan, ya'ni ilm olgan ulamolardan qilganlik uchun hamda aytma Alloh taologa deydi. Hamda man ghamaratu ni'amuhu. Qanday hamda aytma? Hamda aytishim naqadar hamda bu. Hamda man ghamaratu ni'amuhu. Allohninki ne'matlari ko'p o'tgan kishining hamdasini aytma. Shunda kishi qanday darajada qattiq hamda aytsa, men shunday aytma demoqchi. Va ammatu atayahu. Ataya deganmi ne'matlar. Yani berib o'tgan hadiyalari, ihsonlari, ne'matlarimiz. Bergan ihsonlari ko'mib o'tgan kishi qanday hamda aytsa, Alloh taologa shunday hamda aytma. Yani ammatu bilan ghamaratu ikkisi jumanda. Va ba'du. Endi maqsad kelsak, endi sana aytgandan keyin endi kitobni yozishdagi maqsadni bayon qilib o'tirdim. Faqad raghiba ilayya man wajaba javobuhu alayya. Men taklifini rad qilolmaydigan, manda qilpasli desa, cho'qim zodi qilmasam bo'lmaydigan ba'zi aziz qadrdonlarim mendan talab qildi dedi. An ajma'a lahu mukhtasaran fil fiqh ala madhhab al-imam al-a'zam ala madhhab al-imam al-a'zam Abi Hanifa an-Nu'man radiyallahu anhu wa ardah. İmam Azam, yani İmam Azam deganimiz müşahada başqa mujtahid imomlarga nisbatan katta, cho'ngroq imom degan ma'noda. İmam Shafi'i, İmam Ahmad ibn Hanbalning ustozlari dedi-ku, shular ustoz bo'lgan. İmam Malik bilanmi saboqdosh hisobida İmam Rabi'adan ikkilaydan dars olgan saboqdosh hisoblanadi. Undan keyin bu shu boshqa mujtahid imomlarga nisbatan Imomul Azam deymiz. İmam Azam Abu Hanifa Nu'man radıyallahu ta'ala anhu'ninki mazhabiga asosan fiqhda qisqacha ixcham bir kitob yoki risola hozirlab berishimni iltimos qildim. Kimlar? Men rad qilolmaydigan, cho'qim lavay deydigan mushunda azizlarim deydi. Muqtasiran fihi ala mazhabi. Faqat shu Imam Abu Hanifaning fiqhi qarashlarini, shuning mazhabi bilan yaqalab yozib berishimni talab qildi deydi. Demek bu yerda boshqa mazhablarla selishtirma degan gap yo'q. Hanifiy mazhabdilar yozmoqchi. Mu'attamidan fihi ala fatwa. Aşı yozmoqchi bo'lgan kitobda ash Imam Abu Hanifaning fatvosidan tayinib yozishimni talab qildi. Fajama'tu lahu hada al-mukhtasara kama talabahu wa tawakhahu. Shuning bilan ularning taklifini qabul qilib, shu aziz kishilarga yoki shu bir kishiga yoki bir qancha kishilarga mushu ixcham muxtasar kitobni talab qilgan bo'yicha, shular ko'zlagan bo'yicha to'plab berdim, ya'ni yozib berdim demoqchi. Tavakhahu degan ko'zladi degan ma'noda. Va sammaytuhu al-muxtara lil fatwa. Fatvaga tanlangan qarashlar degan ma'noda al-muxtar lil fatwa deb atadim mushu risolani yoki kitobni. Li'annahu nimuchun al-muxtar deb atadim, yani tanlangan deb atashdan nima sabab bo'lsa, li'annahu ixtarahu aktharul fuqaha'i wartadahu. Chunki mushu kitobdagi qarashlarni Hanifiy mazhabdagi yoki dunyodagi ko'pincha fuqahalar Hanifiy mazhab tarqalish jihatdan keng tarqalgan desakmi, bu jihatdan to'g'ri chiqadi. Hanifiy mazhabdagi olimlar yoki dunyodagi yoki shu jutlardagi ulamoning ko'pchiligi mushu Imam Abu Hanifa Nu'man radhiyallohu anhu'ningki qarashini tanlab, shuni tutib mangan bo'g'ashqa shunda atidam wartadahu, shuni razulab qabul qilib mangan bo'g'ashqa deydi. Walamma hafizahu jama'atun min al-fuqaha'i washtahar. Hamda Muxtar lil Fatwa degan kitobni mayiz bergan kishi uning boshqalar elib qo'ldan qo'lga o'tib taqilib, ba'zilar yodlabdi shuni va tunib ketibdi. Ba'zi fuqarolar yodlab, o'qitib, mashhurlab ketgandan keyin va sha'a zikruhu baynahum wa intashar, ularning o'tirda buning nomi tarqab, mashhurlab ketgandan keyin sha'a bilan intashar qismida tarqab ketdi, yeyilib ketdi degan. Talaba minni ba'du awlad bani akhi. Mening bir navra ba'zi tuqqanlarim mendan talab qildi. Avlad bani akhi an-nujaba. Nujaba degan tigi isil, zirak, himmatli degan ma'noda. Bular talab qildi an armuzahu rumuzan
yu'rafu biha mazahibu baqiyatil fuqaha. Mush kitobga ba'zi bir belgilini qo'yib berishimni talab qildi. Mush belgilini qo'ysam, Imom Abu Hanifadan boshqa, masalan, shogirdlar bo'lsin yoki Imom Shafiy bo'lsin, boshqa mujtahid imomlarning qarashini shunda qarablam qiloldigan bir belgilini qilib berishimni talab qildi. Ramz degan belgi yoki simbol deymiz. Litakthura faidatu. Foydasi taxmo ko'p bo'lish uchun va ta'umma aidatu. Aida degan qo'limizga qaytadigan foyda. Yani foyda degan ma'noda. Bundan keladigan foyda umumiylik bo'lish uchun, hammadan taxmo keng foydalanish uchun fa ajabtuhu ila talabi. Uning talabini bijaga keltirdim. Va badartu ila tahsil bughyatihi. Uning istikini qo'l keltirish uchun oldirdim. Badartu degan oldirab tutish qildim deyman. Bug'ya degan murod qilgan narsa istiki. Ba'da an ista'antu billahi. Alloh taoladan yordam tilgandan keyin va tavakkaltu alayhi. Uningga tavakkul qilgandan keyin vastakhartuhu. Alloh taoladan talab berishini tilab istixora qilgandan keyin va fawwadtu amri ilayhi. Bütün ishlarimni Allohga topshirgandan keyin tavakkul qilib, yezishga oldirab tutish qildim dedi. وجعلت لكل اسم من أسماء الفقهاء حرفا يدل عليه من حروف الهجاء. مش إلباتا فاديا مش حروف الهجاء نن حرفلردن برادن طلاب her bir faqihning ismiga belgi qilib qo'ydim. وهي bular to'ndikcha. Li Abi Yusuf sin deb qo'ygan. Ismi Yusuf de sin bo'g'achqa sin belgisini qo'ydim. Va li Muhammad, yani Muhammad ibn Hasan Shaybaniga mim. Valahuma bu ikkilan bir qarashda qolgan bo'lsa, ikkilanning ismini tarjimalan sin deb yozib qo'ygan. Sin, mim ikkisini birlashtirib sin deb qo'yganmiz. Ya'ni Abu Yusuf bilan Muhammad ikkisi shunda qaraydi demoqchi. Vali Zufar ibn al-Huzayl buningga Zay degan belgini qo'ydim deydi. Vali Shafi'i fa. İmam Shafi'ga ismida fa harfi bo'lg'achqa fa deb qo'ydim. Ya'ni mushu harf bilan qisqartib belgi qo'yishni musulmonlar ijod qilgan. Mesela hazır şi'u-ari, şi'u-ari yoki BDT mesela. Endi qisqartimiz bor. Mush qisqartishni musulmonlar ijod qilgan. Mana shu chaqda Imom Mavsili mushna belgini qo'yib qo'ygan. Uningda ilgirimi qo'yib qo'ygan. Mesela Imom Buxoriymi Sahih Buxoriyda qo'yib qo'ygan. Mana shu belgini. Mesela Sahih Buxoriyda harfini yozib qo'ydi. Bu sanadninki bir yo'ldan yana bir yo'lga o'zgarganligini bildirdi. Uningda boshqasi ilah deb qo'ydi. Ila axirihi deymiz. Alif ha deb yozib qo'ysa intaha degan ma'noda. Bu bir alayda ijodiyatim. Vallohu subhanahu va taala as'al. Ana shu kitobni shunda yozishga tutish qildim. Alloh taoladan shuni tilaymanki, an yuvaffiqani li itmami. Mushuni tamomlashga uni muvaffaq qilishini tilayman. Va yahtimali bis sa'adati 'inda ihtitamihi. Mush kitobni oxirlashtirib tugagan chaqda menga saodat bilan oxirlashtirishni nasib qilishini tilayman. İnnehu veliyyu zalik. Allah Teala aşında qilsa, qilish o'zining ilkida bo'lgan, aşında qilishning igisi bo'lgan zot. Vel qadir alay, shuni qila oladigan zot. Va huwa hasbi, mana shu Alloh Teala yetarlik. Alloh Teala menga saodat bilan tamomlab bersa, shuni mana shu kifoya. Va ni'mal vakil va Alloh Teala boshqa ishlarda eng yaxshi vakildir dedi. Bu hozir Al-Muxtar lil-Fatwa degan ash muxtasar kitobini yozishning muqaddimasi. Biz aslida ixtiyorni o'qiymiz, lekin buningga ba'zi chetishliklar bo'lg'achqa Muxtarning muqaddimasini o'qiyaptik. Lekin endi hozir Al-Ixtiyor degan kitobning muqaddimasini o'qib chiqaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddimatul ixtiyorda muallif deydi: Alhamdulillahillazi shar'a lana dinan qawima. Bizga nat ravrus dinni yo'l qo'yib belgilab bergan Alloh taolaga jami hamd sanolar bo'lsin. Va hadana ilayhi siratan mustaqima. Bizni aşı dinga to'g'ri yo'l orqali hidoyatga boshlagan Allohga hamd sano bo'lsin. Va ja'alana min ahlihi ta'alluman va ta'lima. Va bizni shu dinning ahlidan qilganligi uchun hamd sanolar bo'lsin. Qanday ahli qildi desa, ham o'rganadigan, ham boshqalarga o'rgatadigan bunda ahli qildi deydi. Hamdaman ammathu rahmatuhu va ifdaluhu. Men qanday darajada, qanday shaklda hamd aytaman? Rahmeti ve in'amları, ifdal deganmisiz? Fazli merhameti, in'amları qaplab ketgan bir kishi qanday hamd aytsa, men shunda darajada qat hamd aytaman. Ve gamaratu a'tiyatuhu ve nawaluhu. Uning
bergen inamları ve neval degan şu xeyri ihsanları. Bu mu atiyan ma'nosida. As neval degan masdar bo'lsa erishish degan. Lekin ism bo'lsa şu ata yoki xeyri ihson degan ma'noda. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Şehadeten estezidu biha vufura ni'amihi. Ben bunda bir şehadet ettim. Guvalık veremem. Qanday guvalık desem, muş guvalık bilan men Allah Taala'nın nimetini texmo ko'proq bo'lsa ekan, to'liq bo'lsa ekan deb mushu shahodatimni vastirib ko'proq ne'mat tilayman dedi. Ve estenzilu biha vufuda karamihi. Karam degan saxovati. Ve Allah Taala'nın sehilikinin mukafotlarini tushirishga tirishman dedi. Vufud degan aslida o'mak, elchi degan ma'noda. Degan mishada sehilikning oldin ivatib turgan mukofotlar demakchi. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ellezî cema'a bimeb'athihi şemlel hakkı ba'de teferruqihi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın bendisi ve Resulü deb guvohlik berma. Bu zat o'zining ivatilishi bilan bimeb'athihi degan payg'ambar qilib ivatilishi bilan chechilib ketgan haqni jamlagan deydi. Parcha chechilib ketgan narsani bir yerga akagan demakchi. Ve qama'a bi risalatihi hizbal batil ba'da tatarruqihi. Ve batil nahaq partini, guruhni o'zining payg'ambarligi bilan bosturgan deymiz. Qama degan bosturdi, yo'qotdi, adibnadi degandek ma'noda. Ba'da tatarruqihi, sizlarga tatarruqmi? Sizlar kitobdami? Ba'zi nusxalarda tatawwuqihi deb kelgan. Tatawwaqa yani bo'yniga taqoqlab silingandan keyin degan. Yani ba'da tatawwuqihi batil haqni chirmib olgandan keyin degan ma'noda. Batilning guruhini yo'qotdi dedi. Sallallahu alayhi ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihim allazina salaku sanana sunnatihi yoki sunanihi ve sawabihi. Allah Taala şu zatga ve aile tavabatga ve sahabe kiramlarga durust salamlar yo'llag'ay dedi. Ve şu zatning sunnatining yo'llarida mangan ve to'g'ri yo'lda mangan, shunga ergashgan zotlarga durust salamlar yo'llag'ay. Ve ba'd endi maqsadga kelsak, fa kuntu jama'tu fi unfwan shababi. Men yoshlik davrimda, yosh vaqtimda, unfwan degan yoshlikka urg'ib turgan vaqtlarda edi. Yaş vaqtimda muxtasaran fil fiqh libadil mubtadiina min ashabi. Mening hamrohlarimdan yangidan fiqh o'qiyma, fiqh o'rganaman deganlarga fiqhda bir ixcham bir kitob tayyorlab bergan. Yuqorida tayyorlangan al-Muxtar lil fatwa demakchi. Va sammaytuhu bil Muxtar lil fatwa. Buni fatvoga tanlangan kitob deb atagandim. İxtartu fihi qawl al-Imam Abi Hanifa rahimahullah. Bu kitobda İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhininki qarashini tanlagan. Şu imamninkilam tanladı. İz kana huvel evvel vel evla. Nima uchun shundan tanladı? Chunki bu mujtahid imomlarning eng dastlabki, eng boshda kelgan 4 imomlarning ichida masalan, eng boshda kelgan vel evla va biz qarashini yaqinlab manashqa eng loyiq bo'lgan demakchi. Shunda imom bo'lg'achqa, men imom Ebu Hanifening qarashınlam tanlab yazgandim bu kitapni. Falamma tadawalathu aydil ulama, ulamaning qo'ldan qo'lga o'tkilib, keng tarqagandan keyin bu kitap vashtaghala bihi ba'dul fuqaha, fuqahalar ash kitap bilan o'rganib, o'qitib munda mashg'ul bo'lgandan keyin talabu minni an ashrahahu sharhan ushiru fihi ila ilal masailihi va ma'ani. Ash fuqahalar mendan talab qildi deydi. Mush kitobni bir sharhlab berishimni talab qildi. Ash sharhida ash kitobdagi masalalarning va mazmunlarning illatini bayon qilib berdi ekanman dedi. Buni makruh dedik nima uchun? Mandub dedik nima uchun? Harom dedik nima uchun? Buning sababini bayon qildi ekanman. Va ubayyinu suwaraha. Shu masalaninki har turli shakllarini bayon qilib berdi ekanman. Va unabbihu ala mabaniha. Mabani degan uning qurilmasi qanday qurilgan, asli nima bunun, tarmog'i nima deb o'quvchining diqqatini tortdi ekanman shunga. Va azkuru furu'an yuhtaju ilayha. Yana ba'zi bir lozim bo'ladigan tarmoq masalalarni bayon qilib berdi ekanman. Va ya'tamadu fi naqli alayha. Naql qilishda mush kitobda bayon qilingan naqlga hammaydan tayinlaydigan qilib bayon qilib berdi ekanman. Va anqulu fihi ma bayna ashabina min al-khilaf. Ash kitobda
bizning imomlarimizning o'ttirdi bo'lgan ixtilofni bayon qilib berganman. Ashabina degan so'zga qattiq diqqat qilaman. Bizim maktabda muhim o'rganadigan narsaning birisi Hanifiy mazhabninki fiqhiy istiloh atalg'ulari. Ashabina degan bu Hanifiy mazhabninki mashhur fiqh atalg'ularining birisi. Ashabinadan maqsad ko'pincha ahvolda Imom Abu Hanifa va uning ikki shogirdi. Al-Imam va sohibayn, yoki imom va ikki shogirdi uning katib Imom Zufar ibn al-Huzayl. Shularga maqsad qilindi odatda. Shu imomlar o'ttirdiki, ixtilofni naql qilib berganman deydi. Va ualliluhu mujazan qisqacha uning sababini bayon qilaman, illatini bayon qilib berganman. Mutawakhiyan fihi al-insaf, mutawakhi deganni boyatin va tawakhahu deb chiqdi, ko'zlash ma'nosi bor. Unda insof bilan yo'l tutishni ko'zlayman. Yani ixtilof bo'lgandan keyin bu yerda ixtilof qarta birisiga ta'assub qilib, birisini tuvan tushirib, birisini ortiqcha qo'llab bunday emas, insof bilan muomala qilamiz, bizning asosini bayon qilamiz demoqchi. Fastakhartulloh subhanahu va taala. Shundan men istixora qilib, Alloh taoladan menga tanlab berishini tilab, istixora qildim va fawwatu amri ilay. Shimni Alloh taolo topshirdim va shara'tu fihi, uni tutish qildim. Shara'a shadazir tutish qilish. Başladım demoqchi. Musta'inan bihi, Alloh taoladan yordam talab qilgan holatda va mutavakkilan alayhi, uni tavakkul qilib va sammaytuhu al-ikhtiyar li ta'lil al-muxtar. Yani muxtar degan ash kitobning masalalardagi, hukmlardagi illatni, sababini bayon qilib yozgan sharh ixtiyor demoqchi. Bu yerda diqqat qilgan bir o'rin bor. Fuqahalarninki, islom ulamolarining har qanday kitobidan, kitobning ismidan biz ash kitobning qaysi kitobning sharhi, qaysi kitobning qisqartirilmasi ekanligini bilib olamiz. Al-Muxtar, Muxtar degan hozir 5 harfdan ama al-ixtiyor unda ortiq. Ixtiyor deb Muxtar degandan keyin bu ixtiyor Muxtarning sharhi ekanligimiz. Shu kitobning ismi qarabman. Mesela İmam Navaviy'ninki Al-Minhaj deb kitobi. Ma Şafii fiqhida, İmam Beydavi'nin Minhaj-ul Usul da bu usul fiqh lekin Minhaj-ul Talibin deb kitobi İmam Navaviy'ninki. Buni ba'zi ulamolar qisqartib Al-Manhaj degan. Minhaj nazir qisqartib ketdi Al-Manhaj. Buni qisqartib meni ilotib An-Nahj degan. Bu kitobning shu ismlariga qarablam, bu kitob mana sharh ekan, mana muxtasar ekan deb qilib. Yani al-ixtiyor bir harf ortiq bo'lgandan Muxtarninki sharhi ekan degan mazmun chiqadi. Ko'pincha kitoblarda shunda. Wazidtu fihi min al-masail ma ta'ummu bihi al-balwa. Ashu ixtiyor degan sharhida ma ta'ummu bihi al-balwa. Umumiylik hammalarga uchrab turadigan masalalarni qatdim deydi. Yani balvanın şerri hammaylan duch keldigan, hammaylan undan xoli bo'lolmaydigan kundulik turmushda uchrab turadigan masalalar degan ma'noda. Ve min ar-rivayat ma yuhtaju ilayhi fil fatwa. Yana rivayatlardan fatvada lazım bo'lgan rivayatni qo'shib ekeldim. Bu rivayatlar hozir Hanifiy mazhab imomlaridan kelgan ba'zi rivayatlar demoqchi. Yoki fiqhiy ahkamning dalil bo'lgan hadis rivoyatlari degan bo'lishi mumkin. Yeftaqiru ilayha al-mubtadi, mush masalaga qatib nima qildim. Bu masalaga, mush rivoyatlarga yeftaqiru ilayha al-mubtadi. Fiqhni yangidan boshlab o'qiydigan kishi muhtoj bo'ladi va la yastagni anha al-muntahi. Ilmni tamomlab bo'lib Hanifiy mazhabining fiqhini o'qib bo'lganlarmi undan behojat bo'lmaydigan. Ularga lozim bo'ladigan. Vallohu subhanahu va taala as'al. Allah Teala'dan tileymenki en yuvaffiqani lil itmami vel isaba. Muş kitabımni tamamlashqa meni muvaffaq qilishini vel isaba degan to'g'rini tepib yozalishimga muvaffaq qilishini tilayman. Isaba degan dal tekkuz degan. Mana asaba al hadaf degan. O'qitibdi dal tekkuz degan. Haqni dal tepishimga muvaffaq qilishini tilayman. Ve yarzuqani al maghfirata vel inaba. Ma maghfirat ata qilishini deydi. Meni mag'firat qilib o'tishini deymiz. Val inaba va men davomli Alloh taolaga qaytib turadigan bo'lishimni muyassar qilsa demoqchi. Ya'ni inaba degan va anab, ya'ni qaytdi degan. Ya'ni Alloh taolo qaytib turadi. Ya'ni Alloh taolaning yo'lidan ya'ni shunda chetna ketib qolsa, ya'ni darhol qaytib keladigan demoqchi. Va anibu degandek. Innahu qadirun ala zalik. U zot, ya'ni Alloh taolo haqiqatan shunda iltifot qilishga qodirdir. Ve cedirun bil icabe. Duayımni icabet kılışka layıktır. Cedir diye layık. Ve huve hasbi
Bana şu zat kifoya. Ve ni'mal vekil. Ben işlerimni şu zat topshirsam, şu zat mening o'rnimda ishlarimni qilib qo'ysa, bu nima degan yaxshi vakil deydi. Ni'mal mavla, nima degan yaxshi ega, va ni'man nasir, nima degan yaxshi nusrat berguchi, yordam berguchi deydi. Demak, hozir biz fiqhni tanishtirgan bo'ldik. Hanefi mazhabining salaf solihlarning ilmiga tutishganligini bayon qildik. İxtiyor degan kitobni tanishtirdik. Hanefi mazhabidagi muhim kitoblarni tanishtirgan bo'ldik va ixtiyorningki muxtorining ikkilisining muqaddimasini o'qigan bo'ldik. Bundan keyin inshaalloh ixtiyorning matnini o'qimoqmiz. Chunki ikki bo'laklik bu kitob. Bir ustiga tekstga, bir asli tekst qarasak bizning diqqatimizni chechitadi. Shunga bir tekstni yaqilabmoqmiz. Chunki bu ixtiyorning ishida shu muxtorning bo'lganligi uchun. Tushunmagan yoli bormi? Matn degan so'zni. Matnning ma'nosimi? Bu matn degan shu kitobning asli teksti degan bo'ldi. Asli gavdasi, asli teksti. Hani bunga masalan biz izohat yozsa bu sharh bo'ldi. Sharhga qo'shimcha izohat yozsa bu hashiya deymiz. Hani bu İslam tarixida ilm, ma'rifat taraqqiy qilib ba'zi kitobni sharhlash lozim bo'lib qolgancha sharhlagan. Keyin endi buni jo'shtirib bo'lmay, o'qib bo'lmaydiganimiz bir ixchamroq bo'lsa, shu yo'g'inib ketgan kitobni ixchamlashtirishni boshlagan. Bir kengaytib qilib, yana bir ixchamlashtirib bundan. Demak, kitobning asli matni bor, uning sharhi bor, uning hashiyasi bor. Hashiya degan ko'pincha ma'noda ko'n kitobda atrofiga yozilgan bo'lg'achqa hashiya deb atagan. Hozir uni matnning ostida emas, bu sizning ostida. Mutunlar degan ma'nosi nima? Ya, mutun degan ixcham qilib yozilgan kitoblar. Hanefi mazhabda so'z ixcham qilib yozilgan asli kitoblar demakdir. Shu mutunul arba'a, ahammul mutunul mu'tamada deyishir. Mesela Sahih Buxoriy o'qisanglar, hadisning o'zini o'qisanglar, Sahih Buxoriyning matni deymiz. Hamda İmam Hafiz ibn Hajar yoki İmam Badriddin al-Ayni buni Fathul Bariyda yoki Umdatul Qariyda sharhlagan bo'lsa, yaqulu sharih fi sharhihi deydi. Kitobning matni va uning sharhi bor. Bunda olsa, sizning qildirishingiz kitobning oxiri qadar kitobdagi tushunmagan so'zlarni uyg'urcha yaxshi tushunmasizlar. Ondan Hanefi fiqhidagi atalg'ularni, istilohiy atalg'uni to'liq tushunmasizlar. Mesela ashabına deymiz, el-kitab deymiz, as-sahiban deymiz, zahiri rivoya mesela. Shunda atalg'ular yamanchiq, buni to'g'ri tushunmasak kitobning mazmunini tushunmaymiz. Bundan boshqa Hanefi mazhabidagi fiqhiy masalani yaxshi tasavvur qilib, bu ma'noda iborat ekan, buning dalili nima ekan deb qisqacha dalili nima tushunibmiz, ya'ni masalani dalili bilan birga tushunibmiz. Daftarga yozgan vaqtida lug'atlarni bir yozib, bundan keyin fiqhiy atalg'uni bir yozib, ondan fiqhiy masalani dalili bilan birga yozib, kitobni ixtisamlashtirib daftarga yozibmizlar. Shu odatga topshiriq qildi. Dersimiz şerh bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.